Bu gapni sizlarga yetmasa bo'lmaydi. 14 millionga 4 ta ishu beryapti. Matiz'niki aka. Nima qimmat? Matiz shokilaga oson emas. Matizni o'zi $1000, $1,5 Matiz berishyapti, lekin biz eshuni o'zini bozorda 14 million hisoblab berishdi. Sergeli mashina bozoridamiz. Nech pulga tushadi? Qancha bo'ladi? Hammasini aytamiz akalar. Mana mashina shuncha narsa oldi, nech pul bo'ladi? Hozir aytamiz sizlarga. Kapot, ikkita krilo, tomgacha olganmiz ko'rasizlar. Tekisligini qaranglar. Aka nimalar oldingiz endi? Ikkita bakavini oldik. Ikkita bakavinancha oldingi mashinada kesuvdi esingiz. Shunaqa aka. Buni bo'lsa kesmasdan shuni ziboriy qo'yamiz, mashinaga qo'yamiz. Eng glavnisi-chi, doda maza qiladigan bo'lyaptilar-da aka. Doda mana shu duo qiladilar. Hammamiz qiladilar duoda aka. Maza qilib qo'ydilar. Endi qarang. Mana shu summa nech pul bo'ldi shuncha narsa? Mashina общий mana zapchastlarning hammasi 5 million 8 ming bo'ldi aka. Xullas akalar, 14 million dotuvdik-ku. 4 ta ishuni. O'sha ham yo'q-a? 4 ta shu butun boshli sergilikda yo'q. Shuning uchun tezlashtirib, eshularni o'zini qilib olamiz. Matiz oldik, ketdi biz akalar.